Odam ishlab charchaydi to'g'ri, lekin dam olib ham charchash mumkin ekanda. Charchab ketdi odam, bor-ku. Mana gazonni ko'rgani keluvdik. Hamma yoq oppoq qor. Quyosh ham chiqib ketdi, erishib boshlaydi xudo xolasa. Zumrad qish degani shu bo'ladi. Gazonlarimizni 10 sm qor tegdi. Gazonlar o'zi baqvat bo'lib turibdi. Loya anaqa yaxlamagan yer. Mana bu qor hisobiga suvda turibdi. O'shani endi yopib qo'yamiz. Kerak paytda kesish uchun srochniy kerak bo'lib qoladi. Masalan, ochilish bo'lib qolishi mumkin, yig'im bo'lib qolishi mumkin. Kimdir ota-onasi umridan kelishi mumkin. O'shunaqa paytda so'rab qolganlarga qor ustini kerakli joyini olib tashlaymiz, ochib tashab, bemalol kesib yuklab beramiz. Qachon endi qor eriydi? Yana dam olamiz.